Bugun YouTube'da stream qilishni o'rganamiz. Bitta YouTube'da emas, hattoki Twitch'da ham qilishni o'rganamiz. Qisqasi, buning uchun bizga kerak bo'ladi telefon raqamini tasdiqlash. Undan keyin sizga jonli efir ochiladi. Buni qilib bo'lganingizdan keyin siz Google'ga kirib, Streamlab nomli ilovasini yuklasanglar kerak. Agar telefonda bo'lsangiz, unda ham ishlaydi. Keyin esa unga kirib, unga kirganinglardan keyin shunaqa oyna ochiladi va u yerdan YouTube'ni bosasizlar. Twitch'ni bossanglar ham YouTube'ni bosgandek bir xil ko'rsatadi. Qisqasi, o'tib bo'lgan ro'yxatdan o'tasizlar. Agar akkauntinglar bo'lmasa, akkaunt qo'shasizlar. Akkaunt qo'shib bo'lganinglardan keyin kiradi va bu yerda bir nechta bu yerdan playlist bosib narsalar qo'ysangiz bo'ladi va u yerdan eng keraklilari display capture uni qo'shsangiz kompyuteringizda to'liq ekranni ko'rsatadi. Keyingisi esa Game Capture. U esa faqatgina bitta ilovani yoki o'yinni ko'rsata oladi. Agar mana bu yerda turgan rasmi yoqmayotgan bo'lsa, uni istagan rasmga o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Shu tugmani bosib va o'zgartirib qo'yib, keyin keyingi sozlama esa bu brauzer qo'shish. Brauzer qo'shsangiz siz obunachilaringizni sonini ko'rsatib tursangiz bo'ladi. Qanday degan savolga javob. Qisqasi, Chrome'ga kirib YouTube'ga o'tasizlar yoki birorta brauzerdan YouTube'ga o'tib, YouTube Studio'ga o'tib olasizlarda, statistika degan joyga o'tib, shuni yonida shunaqa narsa bor. Ustiga bosib, tepadagi linkni kopiya qilib olasizlar. U jonli vaqtda obunachilarning sonini ko'rsatib turadi. Keyin linkni qo'yganlardan keyin ajoyib narsa bu. Bunda HTMLdagi kodingizni brauzerda ko'rsatgandek ko'rsatishingiz mumkin. Shu tugmani bosib. Qisqasi, davom etayotganda bir narsani tushunib yetdimki, bu akkauntimdan yoshim yetarli emas ekan. Shuning uchun bu yoqqa o'tib to'g'rilab olishim kerak. Qisqasi, Chrome'ga kirasizlarda mana shu yoki menimcha yoki mana shu. Chumoli hozir Chrome'ni sozlamalari bo'lishi kerak shu atrofda. Mana
settings degan narsa bor pastroqda. Kapasitlarda kirib. Pastroqqa tushsanglar, mana shu atrofda bo'lishi kerak yoshni. Mana oxiri tushunib yetdim. Mana shunaqa joy ochiladi. Ko'rolmay qolgan bo'lsanglar mendan emas. To'xtatib ko'ra olinglar. Bu yerda ism sharifinglar, bu yerda mujik. Qisqasi bu yerga jinsinglar, bu yerda email pochtanglar va email pochtanglarga ulangan email pochta. Bu yerda nomer, bu yerda tug'ilgan sana. Men yoshimni kichkina qilib qo'ydim. Bunday qilib to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Agar xato kiritgan bo'lsanglar, bunday 07 hop, ho'ba. Bas, saqlashni bossanglar. Men 16 yoshman. Ho'ba. Mr. Creeperman Pro. Ko'rdinglar, o'ta oson. Yoshimni ham bilib olinglar. Haqiqatini. Hop. Endi Xpero'raslarda bu nima to'g'rilmadi degan savolga javob topolmayapman hali. Boshqa kerakchi desam yana bo'lmadi. Hop. Tizim xatosi ekan bu. Meni haqiqiy akkauntim. Buni bosib turib, bunday qilib boshqa akkauntlarga o'tkazsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu kanalimnikiga o'tkazib ko'ramiz. Oddiy shu ko'p xira qiladigan joylari bor ekan. Bum bim bum. Obuna qo'yinglar atisi. Bu yoqqa o'tsanglar, asha ish. Bu yoqqa o'tsanglar bo'ladi, lekin mendan kichkinagina joy bor. Bossanglar o'tib ketasizlar. Buni bunday qilmanglar. Bunday qilib olsanglar bo'ldi. Qolgan qiziqmas. Bunga X berish yo forish bosmasdan tepadagi X ni bosasizlar. Va bu katta tursanglar bo'ladi, qo'rqmanglar. Va eng qiziqarli savol. Bunday tursa g'alati-ku deyishinglar mumkin. Mana bunday qilib turib, mana olib borasizlar. Alt tugmasini bossanglar. Alt tugmasini bosib pastga tushirsanglar, mana shunaqa qirqib tashlaydi. Bu yoq pastdan mana shunday qilamiz. Ana, bu har birida ishlaydi, faqatgina bunda emas. Boshqalarda ham ishlaydi. Xo'sh. Keyin esa yana plus bosib bu yerga bossanglar, bu media qo'yaveradi. Buni tushuntirishim shart emas, o'zinglar tushunib olasizlar. Lekin eng asosiylardan birini tushuntiradigan bo'lsam, mana bu Twitch, YouTube, Facebook'dagi ko'ruvchilarni ko'rsatib beradi. Adsense bunaqa esa YouTube yoki Twitch yoki bu tanlaysizlar. Qanaqa bo'lishini tanlaysizlar. Nimalar, mana shunday turaversin. Rang. Buni tushunmadim lekin. Kattaligi, buni o'zinglar moslashtirib to'g'rilab olasizlar. Tepada ko'rinmayapti hech nima. Refresh. Qayta refresh qilish. Edit kod, bu kodini o'zgartirib qo'yish. Buni bilamanki, bu hozir kerak emas. Va what the fuck? Tashqariga chiqib. Uva. Mana Hop, qo'yganlardan keyin buni bosasizlar, mana yerda chiqadi nechta odam kuzatayotganlari. Buni kattaroq qilib mana bunday qo'ysanglar bo'ladi, bunday qo'ysanglar bo'ladi, o'zinglar bilgancha qo'ysanglar bo'ladi. Endi eng qiziqarli savollardan biri. Obunachi kelganda effekt berish. Bu nima bu degan savolga javob hozir. Mana bu narsa bor. Bu kim obuna bo'lsa, yangi obunachi keldi deb ismini yozib obuna bo'ldi deydi. Agar har kimga ham ishlolmaydi. Faqatgina o'sha odam meni kuzataversin degan belgini berib qo'ygan bo'lsa,
deydi. Undayam shunaqa bo'lsa. Keyin tushuntiradigan bo'lsam, yana nimadirlar bor. Mana refresh qayta ishlash kerak va bu super chat, bu bilmayman, mana bu eng asosiy narsa. Agar obuna bo'lsa, mana bu bratishka sakraydi, keyin pastda yozuv chiqadi. Agar buni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, bu o'rtaga qo'yadi, bu chekkaga, bu yerga. Qisqasi, mana shu eng yaxshisi. Bu chiqadi, keyin tekst chiqadi pastidan. Agar bunday qilsanglar, yuziga chiqadi, bunday qilsanglar yoniga chiqadi. O'zim ham endi tushundim. Agar bu yoqmasa, buni linkini bo'lmaskan. Buni bosib turib, o'zinglarnikini qo'ysanglar bo'ladi yoki mana yerdan tanlab qo'yolsanglar bo'ladi. Men tanladim. Thank you. Yo'q, bo'lmaydi. Mana bu thank you tanlayman. At. Endi obuna bo'lsa thank you yozuv chiqadi. Endi ovoz. Ovoz masalasiga kelsak, mana shu yerdan eng zo'rini qo'yib beraman sizlarga. Istaganinglarni qo'ysanglar bo'ladi bu yerdan. Menga eng yoqqani mana bu. Let's go! Kimdir obuna bo'lsa tekkiziga reaksiya bildirsizlarga. Keyin mana uni o'zgartirsanglar bo'ladi. Buni o'zgartirmanglar. Mana shuni o'zini o'zgartirmanglar. Ekan. Obuna bo'ldi. Ana. Ismini yozadi, obuna bo'ldi deb yozadi. Bo'ldi. Yoki buni o'rniga rahmat deb yozsanglar bo'ladi, lekin so'kinishlarni yozmanglar. Ham berish mumkin. Tak. Mana bosib kodini o'zgartirsanglar bo'ladi. Va bir nechta narsalar bor. Bu donatik. Donat qilsa qanaqadir effekt berish uchun bu ham. Qisqasi buni bosamiz. Buni to'g'irladik. Bu yerdan narsa chiqadi. Endi savolnodari bor. Yana qanaqa savol bor? Vosh. Bu kerak emas. Super. Let's go. Menimcha o'rgatishim shart emas. Va buni o'rgatib qo'yaman, qolganini o'zinglar o'rganib olasizlar. Bu narsa bu kerakli narsa bo'lib, buni bostirib, bunday qilib go, nima go? Xo'sh. Title nomi. Давайте bo'linglar. Bekor yozmayapman buni. Obuna bo'lish maqsadida yozyapman. Obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi. Va bu yerga qancha obunachi kelish maqsadinglarni yozasizlar. Bu yerga bu bilmayman, lekin buni ham yozib qo'yaver. Kim bu? Qaysi oy, qaysi yil, qaysi kuni tugasin bu go? Buni yozsanglar shart. Qaysi oy? Давайте yanvar 07 2027-yil. Bu yil 26 bo'lsa to'g'ri qildim. Buni bosib kodni o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu 0 tursin. Ekan mana yerda drop qilib ketdi. Slash qilib ketdi. Va mana ko'ribsizlarki 252 kun qolgan 100 obunachi yig'ishinglar kerak deyapti. Buni teparoq ko'tarib, buni kattlatib qo'ysanglar bo'ladi yoki o'zinglarga moslashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Agar yoqmasa, ranglari, tushlari, ko'rinishi yoqmasa mana shu yerda o'zgartirsanglar bo'ladi. Hop, bu qanaqa rang qilamiz? Mana. Вот. Demak. Buni qanaqa rang qilamiz? Давайте qirmizi. Buni qanaqa rang qilamiz? Bu sariq bo'lsin. Hey yo, what's up? Demak. Hey yo, what's up? Yedim. Sariq qilam. Oh, bu tekst ekan. Ana yerda yozmaydi. Backgroundga bu to'layotganda ko'rsatadi. Bu qizil rang bu e'tiborni jalb qilish uchun yashil rang
unchalik e'tiborchan qilmaydi menimcha. Lekin qizil rang odamga ko'proq e'tibor qaratadi va o'ta kerakli narsalardan biri. Qora rang esa ko'zni dam oldiradi. Bu oz. Hey, yo, what's up? Mana joyniki bu. Bas, buni bostiramiz. Ajoyib turibdi. Agar sizlarga yoqmasa, o'zinglar to'g'rilab olinglar. Va pivos bosib, yana nima qo'shsanglar bo'ladi. Tushuntiradigan bo'lsam, deb kamera masalasiga kelsak, agar siz normalniy deb kameranglar bo'lsa, shunday bosib, shunday to'g'rilab olsanglar bo'ladi. OBS kamerada PC kameraga o'tkazsanglar, PC kameraniki yaxshiroq. Ajoyib. Xo'sh, tab kamerani bilasizlar-ku. Teskari bunday qilsanglar, bu o'ng qo'l, bu chap qo'l, chap qo'l. Lekin men tomondan qarasam, bu teskari ko'rinyapti menga, shu holat ko'rinadi menga. Shuning uchun kerak emas. Xo'sh, yana nimalar? Mana yerdan qanday bo'lishlarini kuzatib olsanglar bo'ladi. Video bilmaymanlarni qisqasi bosasizlar, mana yerdan to'g'rilab olasizlar. Qisqasi men qo'yish niyatim yo'q hali beri. Xo'p. O'chiramiz. Hop. Desktop ovozi, keyin ovozga filtr qo'yish masalasi. Buni bosib, mana shu yerdan filtr joyi bormi? Edit filtr, men filtr qo'ymaganman. Bosib, bosib, eng birinchi buni qo'yinglar. Keyin ketma-ketlik bilan birma-bir qo'yib chiqinglar, lekin ortiqchasi yomon bo'ladi. Bu kerak ovozni olib tashlaydi, bu ham kerak ovozni olib tashlaydi, lekin ovozinglar past qoladi. Keyingisi bu kerakli narsa. Qo'yaveringlar. Keyin mana uni qo'yinglar, maslahat beraman. Ovoz filtriga mana uni ham qo'yaveringlar. Bu ham yaxshi. Xo'sh, keyin mana yerlardan to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Qanday qilishni men to'liq qo'llanmani ekranga chiqarib qo'yaman. Buni bunday qilasizlar. Buni esa shunday, buni bunday, buni esa bunday, buni esa bunday. Bu bashi bunday bo'ladi. Lekin mana shunday qoldirsa ham bo'laveradi. To'tga turibdi. Ana endigina bat. Go live. Bu qachon live qilishinglarni belgilaydi. Masalan, mana bu kuni men live qilaman. Bu yerga nomini yozasizlar. Qaysi platformada qilishinglarni tanlaysizlar. Bu yerga tavsif yozasizlar. Adda shu maslahat oxirida mana shunaqa hashtaglar qo'yinglar. Bo'lmasam ko'rishgan bo'lar. Keyin bu nima? Tushunmadim. Mana public hozircha bunday qilib turamiz. Agar bunday qilsanglar, sizlarni odamlar ko'radi. Agar bunday qilsanglar, yashirin bo'ladi. To'g'risi bu yerda mana bunday qilib turib, rasm qo'ysanglar bo'ladi. Bularga yana e'tibor bermanglar. Prosta orqa fon uchun bular. Mana qo'ydinglar. Bu 360 qiladi, bu bolalar uchun maxsus. Bularda yoni bilmadim. Mana bossanglar, bu live qilinish e'lon qilinadi. Prosta men xatoliklar bo'lyapti. Shuning uchun qo'yilmayapti. Xo'sh, agar anchadan beri qo'ysangiz cho'tkilikda. Va telefon masalasiga kelsak, telefonda live qilish qoidalarini aytdim. Shundan keyingi holatda ham 16 yosh bo'lishinglar shart. Shuni bilaman. Endi telefonda live qilish uchun mana shu programmani tortasizlarda, keyin esan chiqdi. Double stream. Bu ikkita ekran bilan stream qilish. Bu o'zi nima degani? Tak, mana bossanglar, double ekran qiladi. Bitta ekranni qanaqa, ikkinchi ekranni qanaqa qilishinglarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Bu vertikal ekran va bu gorizontal. Tushunib yetdimki, g'alati.
Xo'sh, birinchisini bunday qilib ko'ramiz, ikkinchisini esa bunaqa qilib ko'ramiz. Ha, yaxshi. Birpasda tushirsak to'g'rilanishi kerak. Uylarni o'zinglar to'g'rilasizlar. Aytyapman, erinayapman. Ularni o'zinglar to'g'rilasizlar, mening ishim yo'q. Bunday qilganinglardagi ikkita layk bo'ladi. Narigi katta laykga biron narsa yozilsa, kichkina layk qolmay qolasizlar. Kichkina laykdagilar yozsa, katta laykdagilarni qolmay qolasizlar. Shuning uchun bittalik qilsanglar yaxshiroq. Lekin ikkitalik qilsanglar ham normalniy ketadi. Va shu bilan endi telefon masalasiga kelsak, bunga X beramiz, bunga yana. Tak, telefonni ochib o'tiring kelmayapti, video olish azob, telefon bilan qilish vosh azob. Qisqasi, mana shu yerdan mana umib qo'yay. Ko'rasan? Ova. Yoqyapman. Telefon yoqqanday gap bilan. Xo'sh, bu eng ajoyib optimallashgan telefondagi narsani ishlatib bo'ladigan ilovalardan biri. Qolganlari RAMni ko'paydi. Bo'lmaydi. Kompyuterga yukni 2 barobar bosgandayda. Wow. Eng qizig'i mana uni kompyuterda o'ynashni o'ylaydilar. To'g'ri. Bir kishili o'yin. Вот. Hazilni yig'ishtiramiz. Play Marketga kirasizlar va Streamlab deb yozasizlar. Agar Streamlab noto'g'ri Streamlab qoidalarni yo'q qiladi desam ham bo'ladi. Sal qotyapti. Xo'sh. Streamlab. Birinchida chiqdi. Mana. Shu ilonni yuklaysizlar va aytganlarim deyarli bir xil. Просто sal boshqacharoq xolos. Umuman deyarli farqi yo'q desam ham bo'ladi. Farqi bu gorizontal bilan vertikalligida. Qo'ying, farqi yo'q, qo'ying. Xo'sh, keyin ochib olamiz Streamlabni. Streamlab shunday ochiladi vertikal holatda. Va bu yerdan Google akkauntinglarni o'tkazib borasizlar. Tak. Katta qoladi. Thank you. Bular. Bitiramiz. Next. Bu yo'qotamiz. Next. Buni ham bosamiz. O'zim qilaman. Xo'sh. Birinchi nom qo'yasizlar bu yerga. Farqi yo'q. Istagan nominglarni qo'shsanglar bo'ladi. Next bosamiz. Va nimalar qo'shinglarni mana yerdan tanlaysizlar. Mana o'rgatganlarim bor. Kamera kerak emas, lekin qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, lekin menga kerak emas. Vertikal, gorizontal tanlaysizlar. Bu menimcha horizontal qildim. Naqshlar olib tashlamoqchiman. Mana. Agar olib tashlaginglar kelsa, qanday qilinadi? Mana. Bilsanglar, men aytib chiqargan. Olib tashlaymiz.
Kereksiz bo'lsa olib tashlayverasizlar. Ekranni ulash. Bu o'ta kerakli narsalardan biri. Bu ekranni qo'yib beradi bu. Tasavvur ham qilolmaysizlar. Mana shunaqa ekran qo'yyaptiki, bu ajoyib til display capture desa ham bo'ladi bu. Bilmasam nomini. Tak, bu rasm qo'yib beradi bu. Bilmadim buni. Kerak emas bu. Qisqasi tushunib oldinglar, mana shunday qilsanglar yetar. Qolganini qo'shinglar. Va saqlashni bossanglar bo'ldi. What the fuck? Buni so'kamaman. Ekranni qo'yganinglardagi shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin deb bilinglar. Ovozinglarni o'chiradi bu. Chatni ko'rsatib beradi. Netdan qolgani umuman oddiy narsalar. Bu tushunasizlarda muhimi kerakli narsalarni ko'rsatdim. What the fuck? Dadalar ketma-ketligini. Qisqasi bo'ldi. Ular endi kerak emas. Tushunib oldinglar. Eng muhimi telefonda ham qilishni o'rgatdim. Xo'sh. Keyingi videoda nimani o'rgatishimni yozib qoldiringlar. Va kommentariyaga yozib tashlanglar. Любой narsani. От души. Qisqasi tugadi.